Tasavvur qiling, siz mehmonxonadasiz, liftga kirasiz, atrofga xavotir bilan qaraysiz, go'yo kimdandir yashirinayotgandeksiz. Lift tugmalarini qayta-qayta bosasiz va bir necha haftadan keyin sizni suv bakidan topishadi. Bu film emas, bu haqiqiy voqea. Bugun biz internetdagi eng mashhur sirlardan biri haqida gaplashamiz. Bu Elisa Lam hikoyasi. 2013-yil 21 yoshli Elisa Lam Amerika bo'ylab yolg'iz sayohat qilayotgan edi. U Kanadada yashardi. Sayohat qilishni yaxshi ko'rardi. Blog yuritardi va hayotdan zavqlanardi va shahardagi mashhur Cecil Hotel mehmonxonasiga joylashadi. O'sha paytda Elisa uchun bu oddiy mehmonxona edi. Ammo bu joyning tarixi juda qorong'u edi. Yillar davomida bu yerda ko'plab jinoyatlar va g'alati voqealar sodir bo'lgan. Dastlab hammasi yaxshi ketayotgan edi. Elisa oilasi bilan muntazam aloqada edi. U sayohat haqida gapirib turardi. Lekin oradan bir necha kun o'tgach, hammasi o'zgardi. Elisa oilasi bilan bog'lanmay qo'ydi. Qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Xabarlar o'qilmadi. Ota-onasi xavotirga tushdi va politsiyaga murojaat qildi. Qidiruv ishlari boshlandi. Politsiya mehmonxonani tekshirdi. Atrofdagi hududlar ko'zdan kechirildi. Lekin Elisadan hech qanday iz topilmadi. Kunlar o'tardi va keyin politsiya kuzatuv kameralari yozuvlarini tekshira boshladi. Aynan shu video keyinchalik butun dunyoga tarqaldi. Videoda Elisa lift ichida ko'rinardi. U tugmalarni qayta-qayta bosadi. Eshik yoniga boradi. Koridorga qaraydi. Go'yo kimdir kutayotgandek yoki kimdandir yashirinayotgandek. Keyin esa g'alati qo'l harakatlarini qiladi. Video internetga joylangach, millionlab odamlar bu videoni kuzatdi va savollar ko'payib ketdi. Elisa nimadan qo'rqayotgan edi? U bilan yana kimdir bormidi? Yoki u umuman yolg'iz edimi? Bu savollarga javob topilmasdan qoldi. Oradan haftalar o'tdi. Shu vaqt ichida mehmonxona mehmonlari suvning ta'mi va hididan shikoyat qila boshladi. Ba'zilar suv g'alati ekanini aytdi. Shundan keyin xodimlar tomdagi suv baklarini tekshirishga qaror qilishdi. Va aynan shu yerda dahshatli topilma aniqlandi. Suv baklaridan birida Elisa Lamning jasadi topildi. Bu xabar butun dunyoni larzaga soldi. Lekin voqeaning eng sirli qismi endi boshlanayotgan edi. Odamlar bir xil savolni bera boshladi. Elisa tomga qanday chiqdi? Suv bakiga qanday tushdi? Va nega lift videosiga bunchalik g'alati harakat qilgan? Yillar davomida turli nazariyalar paydo bo'ldi. Ba'zilar bu baxtsiz hodisa bo'lgan deb hisoblaydi. Boshqalar esa voqea orqasida boshqa odamlar bo'lishi mumkinligini aytadi. Ammo bugungi kungacha hech kim aniq javob bera olmadi. Elisa Lam voqeasi internet tarixidagi eng mashhur hodisalardan biri bo'lib qolmoqda va hanuzgacha insonlar bir savolga javob izlamoqda. Elisa Lam bilan o'sha kuni aslida nima sodir bo'lgan edi? Sizningcha bu voqeaning eng mantiqli izohi qaysi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Qora quti kanaliga obuna bo'ling.